Hech. Qani endi, kelajakni oldindan bashorat qila olsam edi deb xayol surganmisiz? Afsuski buning iloji yo'q. Balki bordir. Ishonmaysizmi? Va to'g'ri qilasiz. Lekin afsuski oramizda juda ko'pchilik bu uydirmalarga qattiq ishonadi va biz fol ochuvchilarni folbinlar deb ataymiz. Va dunyodagi va tarixdagi eng mashhur folbinlardan biri bu shubhasiz Van Gadir. Vanga 1911-yil 31-yanvarda tavallud topgan. 12 yoshlik chog'ida sayr qilish paytida g'ayrioddiy hodisa ro'y beradi. To'satdan borliqdan kuchli shamol keladi va yosh Vangani o'z domiga tortib ketadi. Uning kuchi ta'sirida Vanga 100 metr uzoqlikka uchib ketadi. Bu hodisaning oqibatida u o'z ko'zlaridan ayriladi. Lekin u o'z ko'zlari evaziga sehrli kuch qabul qilib oladi. Ko'zlar o'rniga unga kelajakni bashorat qiluvchi qobiliyat beriladi. Lekin bu toza uydirma hisoblanadi. Gap shundaki, Vanga Bolgariya fuqarosi bo'lgan va o'z hukumati uchun o'z vaqtida o'ta katta foydalar, ya'ni pullar olib kela olgan. Shuning uchun Bolgar hukumati Vangani yanada ilohiylashtirish maqsadida shunga o'xshash cho'pchaklarni o'ylab topganlik ehtimoli katta hisoblanadi. Unda unga nima bo'lgan deb o'zingizga savol berishingiz mumkin. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, lekin tasdiqlanmagan ma'lumotlar tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra ancha ishonchliroq hisoblanadi. Arxiv ma'lumotlariga tayanib etsak, aynan o'sha paytda, aynan o'sha shaharda va aynan 12 yoshli qiz bilan mudhish hodisa bo'lgan. U 2 nafar erkak tomonidan zo'rlangan va zo'ravonlar qiz ularning yuzini eslab qolmaslik maqsadida qizning ko'zlarini yulib olishgan. Vanga karyerasining cho'qqisi Ikkinchi jahon urushiga to'g'ri keladi. Nega? Odamlar shunchaki noiloj qolganda najot izlashga kirishib qolishadi va ba'zilar Xudoga ishonishsa, ba'zilar folbinlarga. Shunday holat Vanga bilan ham bo'lgan. Lekin Vanganing holatida ikkinchi turdagi odamlar ko'proq uchragan. Shunchaki Bolgariya shu davrda kommunist respublikasi hisoblanardi. Kommunistlar bo'lsa, o'zlarini ateist deb bilishgan. Vanga juda tez mashhur bo'lib ketadi. Uning do'rig'i esa deyarli butun dunyoga tarqaladi. Keling, endi videoyimizni eng yog'li nuqtasiga o'tamiz. Ya'ni Vanga qilgan bashoratlar haqida gaplashamiz. Buni bizdan ko'ra Oybobo yaxshigina so'zlab beradi. Vanga umri davomida juda ko'plab follar qilgan. Ulardan ba'zilari Kennedyning o'limi bo'lsa, boshqalari 11-sentyabr terakti hisoblanadi va yana bittasi Rossiyaning Chernobil falokatidir. Va koronavirusning kelishi, umuman olganda u biz yashab turgan dunyoning yanagi 3000 yillik kelajagini yozib ketgan. 3000 yil? Bularni barchasi haqiqatmi? Yo'q. Vanga bularni hech qaysini aytmagan. Va ishonchim komilki, siz kichik Vanga bashoratlari haqida kitobni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Unda 5000-yilgacha bo'ladigan bashoratlar yoki voqealar haqida turli xil bo'xtonlar aytilgan. Va qarangki, bu ham Vanga tomonidan yozilmagan. Umuman olganda Vanga hech qachon aniq sanalar bilan bashorat qilmagan va o'z bashoratlarini hech qachon qog'ozga yozmagan. Hozirda ko'radigan videoyingiz bo'lsa, Vanganing haqiqiy bashoratlaridan yozib olingan namuna hisoblanadi. На кадрах хроники показательный эпизод. Посетитель 10 раз задает один и тот же вопрос. И каждый раз получает совершенно нелогичный и неожиданный ответ. Скажи несколько слов о том, что будет в следующем году. Не отмахивайтесь от меня. Поставьте его правителем. Только он может все ясно сказать. Он поведет хоровод. Он уже везде побывал, и в Америке, и в Лондоне. Ты про выборы? Сейчас люди все сами выбирают себе. Не смеши. Когда это люди могли что-то решать? Каким таким людям пожелать? Ложь. Пожелай что-нибудь людям. Нечего жалеть. Ты не обязана говорить. Но поскольку ты человек, за которым мы все следим, и твои слова, твои поздравления важны. Да сколько же повторять еще? Идите делать портреты. Выставили меня.
как циркачку. Идите. Vangani o'z og'zi bilan qilgan bashoratlarga namuna. Dunyoni kelajakda katta ofatlar kutmoqda. Kelajakda bizni yangi kasalliklar kutmoqda. Ajoyib, shunaqami? Buni istalgan odam ham aytishi mumkin. Ofatlar qanaqasi kerak? Har yil yangi ofatlar bor-ku. Ijtimoiy, siyosiy, harbiy, ko'z temasin, zerikishga o'zi vaqt yo'q. Kasalliklarga keladigan bo'lsak, Vangani shu bashoratidan keyin dunyoda juda ko'plab kasalliklar paydo bo'ldi. VICH, ya'ni SPID. Bundan tashqari Ebola degan pandemiya ham kuzatilgan. Vanganing bu so'zlaridan keyin dunyoda faqat koronavirus paydo bo'ldi deb o'ylasanglar, katta xatoga yo'l qo'yasizlar. Lekin shunday bo'lsa ham, uning obro'yi doim yuqori darajada turgan va bunga sabab esa u rostdan ham kundalik hayotdagi follarni ocha olgan. Aytdim-ku, u dohiy deb. Demak, shu paytgacha gapirgan gaplaring hammasi yolg'on edi. Agarda dohiy bo'lmasa, qanday qilib insonlar muammosini oldindan aytib bera olgani hisoblanadi? U shunchaki dohiy. Lekin bu ham ajoyib maxinatsiz usullardan biri hisoblanadi. Gap shundaki, Vanganing mashhurligidan yagona manfaatdor tomon bu Bolgariya hukumati bo'lgan. Vanga o'z karyerasi davomida milliondan ortiq odamlarni ko'zdan kechirgan va tabiiyki bular bepulga amalga oshirilmagan va pullar bo'lsa Vangaga emas, bevosita Bolgar hukumati g'aznasiga tushgan. Va shu sababli Bolgar hukumati Vanganing mashhurligini bir pog'onada ushlab turish maqsadida unga oldindan keluvchi bemorlarning muammolarini yetkazib turgan va Vanga bo'lsa bundan juda unumli foydalangan. Bu umuman olganda folbinlar orasida juda keng tarqalgan mashenik usuli hisoblanadi. Tasavvur qiling, folbinning oldiga 100 ta odam bordi. Lekin u 100 tadan 10 tasi folbinga ishlovchi odamlar bo'ladi. Ya'ni folbin o'ziga ishlovchi 10 ta odamni o'rnidan turg'izib, ular haqidagi barcha muammolarni va tarixini aytib beradi. Qolgan 90 ta odam bo'lsa, shunchaki ajoyib teatrni tomosha qilishadi. Vanga 1996-yil olamdan ko'z yumadi. U ko'krak saratoni kasalligiga chalingan edi. Doktorlar unga muolajaga yotishni iltimos qilib so'rashadi, lekin Vanga buni rad etadi. Doktorlarga bo'lsa, u yana 3 yil hayot kechirishini aytadi. Lekin oradan bir necha oylar o'tgandan keyin u hayotdan ko'z yumadi. Siz uni yomon ko'rib, ustidan mazax qilishingiz mumkin, lekin bir narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. U ham Bolgar hukumatining qurboni bo'lgan. Bolgar hokimiyati undan shunchaki foydalangan va kelgan pullarni bo'lsa manfaatdor shaxslarning o'zi ishlatgan. Vanga bo'lsa umri oxirigacha follar ochishni to'xtatmagan. Hattoki o'lim to'shakka mixlangan paytida ham u o'z bemorlarini qabul qilgan. Vangaga bu pullardan hech qanday naf yoki foyda kelmagan. U umrining oxirigacha oddiy uyda oilasi atrofida hayot kechirgan. Bizning kelajagimiz oldindan belgilab qo'yilgan va bu taqdir deyiladi. Shunchaki qarorlar o'zimizni qo'limizda.